Telefondan hozir terminalga kiramiz. Ishchi sifatida kiramiz. Bu yoqqa yozaman-da, parolni teraman. Keldimmi bosaman. Pul kelganimdan keyin ish olishni bosishim kerak bo'ladi. Ish olishga bossam, mavjud buyurtmalar bor. O'sha buyurtmalarga bosib, kerakli partiyalarni tanlab olishim mumkin bo'ladi. Masalan, deylik, mana shu S razmerni cho'mla fioletovini tanlamoqchiman. Tasdiqlashni bosaman va deylik, ML ni ham o'zim tikdim. Bitta rangni to'liq o'zim tikdim. Bo'ldi. Orqaga bosamiz va ishlarimga kirsak, bular turadi. Mana jami puli ham ko'rsatib turibdi. Bularni tayyor bo'lgandan keyin, ya'ni topshirganimdan keyin tayyor deb bosaman-da va bu mening maoshimda ko'rinadi. Mana 1,140,000 bugun ishlangan va so'nggi ishlarda mana shunaqa spiska turadi. Qancha ishlagani va qancha pul olingan, ish kunlarini hammasini ko'rib turadi. Xodimni o'zi ko'rib turadi.